Mahalla raisimiz ovqatni qandoq kuydirgan bo'lsa, bloger bo'laman deb hammani kuydirdi. Shu yoshga kirib vayn olasizmi desak, ibratli rolik qilaman deydi. Odamlar ishonmaydi dedim, nimaga deydi? Chunki firibgarlik bilan 3 marta qamalgansiz desam, tuhmat bo'lgan deb qutuldi. Mahallada bolalar maydoni quraman deb fuqarolardan pul olib, o'ziga iPhone 17 oldi syomkaga. Mahalladagilar pul berganiga hayron qoldim. O'zi bolalar maydonimiz ikkita. Blogerlar yaxshi kiyinib yurish kerak deb, kenayimizni pensiyasini olib kiyinib ketdilar. Buni kenayimiz boshqa xonadonlarga kirib qarzga oziq-ovqat so'rab yurganlardan bildim. Raisi birinchi videosidan keyin qo'shnilar boshqa rayonga ko'chish uchun uy izlashni boshladi. Ikkinchi videolardan keyin boshqa shaharga ko'chish uchun uy izlashni boshlashdi. Ko'p ibratli rolik oldilar, bo'lmadi. Keyin vaynga o'tdilar, ko'rishmadi, ovqat obzor qildilar, yemadi. Hattoki bir ayoli shkafidan chiqib keldilar. Ana o'shanda yedilar eridan. Kuyovlarining nomiga kredit olib shifoxonaga yotdilar. Boshida glavvrachga pulli o'rniga reklama qilib beraman deganlarni ko'nishmadi. 4 ta obunachi bilan kim ishlaydi barterga? Joy ko'rinmay mahallaga yangi mashina minib keldilar. Hamma hayron. Bor yo'g'i bitta reklama olgandilar. U ham Vinovodka magazindan. Raisimiz shu yerda ham hammani lol qoldirdi. Aslida maqsadi bloger bo'lish emas, balki Instagramda uni haqorat qilgan insonlarni sudga berib, ulardan ma'naviy zarar talab qilish